Chem mana bu yoqni chopib operatsiya qilgandan ko'ra, bu yoqdan burunning teshigidan kirib operatsiya qilgan oson ekan. 20 yildan beri gaymarit bo'lib yurardim. Shamolni urardi, hech tuzalmasdi. Necha marta lorlarga bordik. Anginani yuvishdi, tuzalmadi baribir. Keyin ana kuni MSKT qildiring deyishdi. MSKT qilsa, u yerda plomberovniy material bor ekan. Mana tish ildizidan kirib qolgan ekan. U o'zidan o'zi chiqib ketmas ekan. O'zidan o'zi chiqib ketmagandan keyin unga gribok yopishib, boshqa yopishib, kattayib ketar ekanda, yuvgan bilan ham iloji yo'q. Men 4 marta yuvdirdim, mana bu prokol qilib yuvdi. Keyin mana bu yoqdan kirib operatsiya qilib olib tashlayman dedi o'zimizning lo'rimizga. Endi uni men o'yladim, hozir suyak yemirilishdan kasal bo'lib yotgan bo'lsam, undan ko'ra mana bularga yetib, anaqadan burun teshigidan kirsa iloji bor ekan. Shu burun teshigidan kirdirib operatsiya qildira qolaydim-da, shularga operatsiya qildirdim. Mana og'riqsiz burun teshigidan kirib, bu yoqni chopmasdan, suyagini olmasdan, nervga tegmay operatsiya qilishdi. Xudoga shukr, mana hozir bir deganda 3 ta operatsiyani qilib ketishdi. Burun bunaqasi pelegar o'tkazsa ham qiyshiq ekan. Uni to'g'rilashdi. Ham vazomotor rinitmi degan kasal bor ekan, uni ham to'g'rilashdi. Hamma gaymaritni ham olib tashlab, tekislab chiqib ketishdi-da. Buni hozir yengil bo'lib mazza qilib kelib o'tiribman mana. Kelinglar, mana shu yerda operatsiya qildiringlar. Zo'r ekan. Chem mana bu yoqni chopib operatsiya qilgandan ko'ra, bu yoqdan burunning teshigidan kirib operatsiya qilgan oson ekan. Narxi ham bunaqa qimmat emas. O'sha bir xil, u bilan bu bir xil. Sizda va yaqinlaringizda lor sohasida muammo bo'lsa, bizga murojaat qiling. Inshaalloh sizga ham yordam beramiz.